Assalomu alaykum hurmatli mijozlar. Kunlaringiz xayrli o'tsin. Bizda yana bugun bu xonadonimizda chiroyli qilib setka eshiklarimizni Beshat kentini aylantirib berganmiz. Hozir bir qator obzorlar ko'rsatib boraman. Eshiklarini alyumin profildan Alikusuyetdan ishladik. İçine setka tortib berdik. Beshat kentiga ajoyib bo'ldi. Yozda hasharotlar masalan boshqa bir nalar bezovta qilmaslik uchun setka aylantirdik. Zo'r bo'ldi. Ya, ichida ertangi jo'ralarimiz, qarindosh to'g'onlar bilan o'tirib damag'anda tashkil ya boshqa nalarda shoshib pishirib ichida haz etib orom olib o'tiraverasizlar. Shunday xizmatlar kerak bo'lsa bizlar bilan bog'lanaverasizlar. Telefon nomerlarimni pastda qoldiraman. Nafaqat bu setka aylantirish, setka eshik, aynalara setka, oqfoyna eshiklar, matujin patologlar, MDF eshiklar, jaluzi perdeler hammasini telefon qilsangizlar kelishilgan baholarda o'tib ustanovka qilib beraveramiz. Bizda ustanovka razmer olish besplatный. Buna meni açılışım chiroyli chiqdi, moshni bo'lib. Ya. Yaklisa tamam. Peshcha, chigirtka hech narsa kelmaydi. Avvalambor shunday chiroyli xonadonlar hammaga nasib etsin. Bu yana Novosimstina полный splashni aylantiramiz setkani. Beramsam da ajoyib chiqdi. Ya. Buni ham setka tortib chiroylatib ishladik yana. İçan tarafdan görüşüşüm mümkün. Yine hürmetli mijozlar, sizlere shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bizlarga murojaat etaverasizlar. Buna meni DPgacha setka tortganman. Balandligi 3,5 metr, umidinasi 13 metr berni. Polni setka tortildi, umuman hasharot girmaydi bu yerga. Shuning uchun sizlar ham shunday sifatli ishlar kerak bo'lsa, bizlarga aloqaga chiqinglar. Telefon nomerlerim kalasa pastga yozdirib qoldiraman. Tanlovda adashmanglar. Hammangizni kunlaringiz xayrli o'tsin. Hammaga yaxshi kayfiyat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat hammaga. Sizce peshcha, chugun ya boshqa hech narsa o'tiradigan setka emas, original Akfon o'zining setkalari polniy bemalol zakaz qilaverasiz. Eshiklar akkurat etib ishlangan. Yoz oyida polniy setka qo'yib qo'ysangiz, qish oyi uchun ham yine aynalarni kalyonni etib boshini qo'yib qo'ysa bo'ladi etib ishlangan. Qish oyida oyna bilan o'rab polniy o'tiraverasiz bu yerdan ham. Qish uchun ham, yoz uchun ham qulaylaştırılan yine akkuratni etib. Yine общий görünüşü hammaga tavsiya etamiz shunday ishlarimizni mijozlarimizga. Hammaga shunday xo'shroy uylar nasib etsin yetirgay.